Climbing degani o'zbekchaga qanaqa tarjima qilinadi? Tirmashib chiqishmi yo o'rmalab chiqishmi? Bilmadim, bugun biz ishxonadagilar bilan climbing qilgani keldik. Anchadan beri kelgim kelardi, juda ham qiziqqa o'xshardi. Bugunga nasib qilgan ekan. Qishloqda katta bo'lganim uchun daraxt uchida qolib ketgan mevalarni olish doim biz zimmamizga tushgan. Yong'oq, gilos shunga o'xshagan narsalarda eng uchida qolib ketganini biz yig'ishtirib tushardik. Shunga ham bilmadim, birinchi ko'rishda juda ham oson tuyuldi. Lekin agar buni qoidasi bilan qilsa juda ham qiyin ekan. Qoidasi qanaqa bo'lar ekan desangiz, har bitta o'zini yo'li bo'lar ekan. O'sha yo'ldagi toshlardan foydalanar ekansiz xolos. Masalan, men hozirgi chiqayotgan joyim 7-tosh bo'lsa, o'shani o'zini boshi va oxiri bo'lar ekan. Boshidan boshlab boshqa hech qaysi toshlarga tegmasdan o'sha tepasigacha chiqish kerak ekan. Boshi bilan oxiriga yozilgan mana bu raqamlar bu har bitta yo'lni qiyinchiligini bildirar ekan. 1 dan boshlanib 9 gacha bor ekan. Men bularni boshida bilmasdan bir ikkita qilib ko'rdim. Menga aytishdiki, yaxshi chiqar ekansan, oldin ham kelganmisan deyishgandi. Yo'q, birinchi marta dedim. O'zim bilmasdan 6-7-o'rindagilarni qilib qo'yibman. Hamma hayron qoldi. O'pshi qilib aytganda juda ham qiziq ekan. Albatta, o'rtoqlaring bilan yig'ilganda nima qilishni bilmasalaring, kelishlaringni tavsiya qilaman. Narxlari ham unaqa qimmat emas. Kirish bilan oyoq kiyim ijarasi taxminan 25 mingga tushdi. Qo'lga surtadigan o'zini ohakka o'xshagan narsasi bo'lar ekan, u narsasini o'zlari berishar ekan. Bu narsa shu qo'lda sirpanib ketmasligi uchun yordam berar ekan. Boshida kuchni ishlatib qo'yganim uchun qo'llarim qandaydir toliqib qoldi, ya'ni barmoqlaringizda kuch qolmas ekan. O'shanga boshida osonrog'idan boshlab, keyin qiyiniga o'tish kerak menimcha, yoki bo'lmasam aksincha qilish kerak. Boshida qiyinlarini qilib olib, keyin oxirida osonlariga o'tish kerak. Qiyinlarini qila olmaganingiz sari o'zingizda yana ham ko'proq kuch topilar ekan. Mana shuni tepasiga chiqishim kerak degan. Va bu odamga o'zgacha zavq berar ekan. Sinab ko'rmagan bo'lsanglar, albatta sinab ko'ringlar. Sizlarga bu juda ham yoqadi, bunga aminman. O'zi odam bunaqa ko'p bo'lmas ekan, lekin bugun juma va ishdan keyingi vaqt bo'lgani uchun mana shunaqa sal odam ko'proq bo'ldi, lekin hamma bir-birini hurmat qilgan holda navbatma-navbat o'zlarini sinab ko'rishar ekan. Shuning uchun odam ko'pligi ham uncha bilinmas ekan. Shunga o'xshash qiziq o'zim sinab ko'rgan ma'lumotlarni iloji boricha ko'proq qo'yib borishga harakat qilaman.